Akbaretto Gaming Family tayyor bo'lsanglar, bugun sizlar bilan Play Marketdagi top 5 ta eng ko'p internetli o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi eng ko'p internet oladigan o'yin bu PUBG Mobile o'yini. PUBG Mobile o'yinini hamma biladi. Yuklanmalari 46 millionta sharh va yuklamalar 1 milliarddan oshiq yuklamalar bo'lgan. Ikkinchi eng ko'p megabayt oladigan o'yin bu Free Fire o'yini. Bu o'yin ham pastda bilasizlar, Free Fire o'yini ham shu PUBG Mobile bir turi, PUBG Mobile ga o'xshaydigan bir tur o'yin. Uchinchi eng ko'p megabaytli o'yin bu Mobile Legends o'yini. Mobile Legends o'yini naqd 1.3 gigabaytli ekan va 500 million yuklamalar olgan ekan. Bizda 4-chi bo'lib eng ko'p megabaytli o'yin bu Call of Duty o'yini, naqd 1.6 gigabayt ekan. 100 millionta sharh yuklamalar olgan ekan va oxirgi eng ko'p megabayt oladigan o'yin bu Blood Strike. Naqd 1 gigabayt ekan, 50 milliondan ko'p yuklamalar bo'lgan ekan. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun Akbaretto Gaming Family kanaliga obuna bo'ling. Ha, siz obuna bo'ling.